Akalar buqalarni qaranglar. Jonivorlarni qarang, jonivorlar. Naqd 50 bosh. Akalar 50 ta semiz buqalarimiz bor shunaqa. Qarangda eng kichkinasi 480 kg, eng kattasi 700 kg. Akalar mana shu molxonada nechta jentira bor deb o'ylaysizlar akalar? Kommentariyaga yozinglar. Bular 1 yil oldin qanchadan olingan deysiz? Mana uni qarang. Mana uni ham olib chiqish kerak ekan, tashqariga. Mana uni qarang orqasini. Hammasini olib chiqamiz. Asalari chaqmaganga o'xshar ekan-a? Qavaqari, masalarimi? Jonivorlar qarang, ko'z tegmasin. Akalar 1 yil oldin endi aytaman. 1 yil oldin bu buqalar 13 million 500 mingdan olingan. 28 mi yo 30 avgust oylarida olingan. Mana bu yil 2025-yil 26 sentyabrda mana sotuvga qo'ydik. Sotuvga qo'yapmiz. Mana novoz tashqariga olib chiqib ketyapmiz. Mana buqani olib chiqib oldik. Bo'ynini qarang, buni bo'ynini. Narxlari to'liq video olsa YouTube'da Chimoz kanalida akalar 62 mingdan 67 minggadir baho etdik. Savdolashib, talashib, tortishib olaverasizlar. Tuyoqqa kim nech pul so'raversin.